6 soat deganga qizim tug'di. Shunaqa azob yedi. Eng qizig'i rekordni yangiladik. 6 soat ichiga 6 ta tug'ibdi bechora qizginam. 2 kundan beri qizim yonimdan ketmaydi. Ana beri suv ketgan hayli. Birinchi beri suv ketdi, keyin ana beri tug'di-yu, keyin takka etib qo'ydi. Hozir qaytib keldi endi. Endi yana tug'diramiz. Qorni juda ham katta bo'lib ketgandi, lekin baribir 4 ta tug'adi deb o'ylagandim. Shunday birdaniga baqirib yubordi, keyin qarasam agar uje dardi boshlanib ketdi. 2 kechasi edi, yaxshi ham uxlab qolmagan ekanim. Nimagadir shu safar juda ham ko'p azob yedi. Qo'llarimni qisib, tirnoqlarimni suqib, hamma joyimni tirnab tug'di. Bilmayman nimagadir bitta bachasini tug'di-yu, kravatni tagiga olib kirib ketdi. Hech narsani ko'ra olmadim. Keyin yana qaytib qora bolasini olib kelib qo'ydi yonimga. O'shandan keyin yoniga borib qarasam agar 3 ta tug'ib qo'yibdi. Yana bittasini bir bola qilib chiqarib oldik. Bo'ldi 4 ta tug'di deb endi xursand bo'lib uxlayman deganimga qarasam agar boshqa joydan yana ovoz kelibdi. Garderoblarimni tagiga ham 2 ta tug'ib kelgan ekan. Hammasini bitta joy qildim. Soatga qarasam soat 6 bo'libdi. Uje ertalab bo'lgan, oftob chiqqan. Hamma uxlabdi. Bechora babalakaga bodomi zakaz olgan ekanlar. Pishirib ham bo'libdilar. Malades babalamda. Keyin tug'ib bo'lgandan keyin tavuqni, jigarchalari, yurakchalarini pishirib berdik. Maza qilib yedi. Shundan keyin uxlab qoldi bechora bacham. Lekin yomon tarafi bor, Monyuni parodiyasi yoki Monyuni o'zi bachalarini tug'ganga tug'adi-yu, sarishta qilolmaydi. Ko'pi bilan 2 ta, 3 ta qoladi, qolganlari o'lib qoladi. Keyin o'zi yoki bo'lmasa yeb qo'yadi.